Ertaklar yaxshilikka yetaklar deb bejiz aytilmagan. Ertaklar kelajagimiz poydevori hisoblangan yosh avlod, bolalarning ongi va qalbiga ezgu fazilatlarni jo qilishda, ularning ma'naviy olamini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular yordamida bolalarning xotirasi, diqqat e'tibori, tafakkuri rivojlanadi. Ertaklar orqali bolalarda ona vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, do'stu birodarlarga sadoqat, adolatga intilish, jaholatdan qochish kabi fazilatlar shakllanadi. Aziz kitobxon, ushbu kitobni Do'stlik tuman axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin. Mutolaa qiling hamda zavqlaning.